Bugun sizlarga monstera guli haqida gapirmoqchiman. Monstera atamasi qayerdan kelib chiqqan? Hind West kompaniyasi birinchi marta Karib orollariga tushganda bahaybat, judayam qo'rqinchli ildizlarda havoda muallaq turgan o'simliklarni ko'rib monster, monster deb baqirishgan. Ya'ni чудовище, maxluq deb baqirishgan va shundan uning nomi monstera bo'lib qolgan. Monstera guli 64 turi mavjud, tabiatda esa 30 turi uchraydi. Judayam turlari ko'p. Bular chirmashib o'suvchi o'simlik hisoblanadi. Mana mandagi bu delikatesnaya turi, oddiy ko'k yashil rangli barglarga ega. Bu monsterani men bir oy oldin, demak, пересадка qiluvdim. Uning tuprog'i juda ham yengil, havo o'tkazuvchi va tuyingan bo'lishi kerak. Mana demak, grunt yoqqani uchun mana 3 ta yangi barg berdi. Bu barglar 2 kundan keyin Xudo xolasa judayam yirik holda, chiroyli holda ochiladi. Yana menda tayski turi bor. Tayski turi bu varigatni turi hisoblanadi. Varigatni turlari qimmatroq turadi. Mana bu bargi ham, mana buni ham bir oy oldin пересадка qiluvdim. Mana judayam yirik, judayam chiroyli barg ochdi. Yana bu yoqda o'zi 3 ta kust, demak 3 xil turi bor bu bitta gultuvakda. Vaqti bilan agar tuprog'iga qo'shilmagan bo'lsa, o'g'itlarni berib turish kerak. Judayam ko'p suv bermaslik kerak. Mana barglarida agar suv tomchilari hosil bo'lsa, demak ko'p miqdorda, keragidan ko'p suv berilgan hisoblanadi. Mana bu monsterani esa juda arzon narxda bozordan oluvdim. Bu surpriz bo'ldi va varigatni barg berdi. Buni ham o'tkazganimga, пересадка qilganimga 1 oy bo'ldi. Judayam chiroyli, interyer dizaynerlar yaxshi ko'rib ishlatadi bu o'simlikni. Juda chiroyli. Juda tez o'sadi. O'sha uchun o'simlik uchun kattagina, demak, maydonni ajratish kerak bo'ladi. Bu juda ham yirik o'simlik, juda tez o'sadi.